Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Bugünkü leksiyalarımızdan başlayımız. Leksiya dese de hazırız. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü islaha. 2020 yıl 8. ayının 9. günü haftiga yakşembe. Rastını eysem vatandaşım ben şu hazırgıça saklap oltadım. Nimeni sakladığın deysiniz hazır. Amerika Qo'shma Shtatlarının Sayya Mülazimet Ministerligining ministeri Azar Efendi Tayvanga tushib bo'ldi hesapda. Hazır saat neçe oldu qaramaptım ben. Hazır saklap oltadım, hech qanday xabar yo'q. Ya keldi ya qarshi elindi degan mazmunda xabar kelish kerak edi. Yoki Amerika Ovoz Radiosu'da yoki Jungo'ga nazarda hech qanday xabar yo'q. Fakat bu qatim bugün hazırgacha Go Baushing yani Baushing Media deganda ondan ming jin xopaydi, ikkisida bir xabar o'xshashda xabar keldi. U nima xabar deysiniz? Hong Kong'dan yani Shanghai ma'muriyat boshlig'i Lin Jingye'ning o'g'li Amerikada o'qiydi ekan. Qarang, ay Jungolog. Onun oğlu Amerika'da okuyduğundan o tuyuksuz gayip bolgan gap. Yatakına taşlap, bir saatine taşlap, yani nemin taşıldığı bilgili olmaydı, tuyuksuz gayip bolgan gap. Hazır koyulgan sual da o Hong Kong'a yoki Shanghai'ga qaytib ketdi mi? Qandaq maşında xabar. Ondan keyin andan akşamlatin kelgan xabarda mesela 9. günü Minister Azar, Amerika Sayya Ministeri Azar Tayvan'a ziyaret için yetip gelgen o'xshash bir vaqtda Tayvan'ın emas Yaponiyaning sobiq veziri partiya guruhlardan alqagan parlament a'zolari o'migini boshlab Tayvan'a yetip geldi. Endi bu vatandaşlarga kinoda montaj deydigan bir ko'rinish var. Bir ko'rinish bilan ikkinchi ko'rinishni ulashtiradigan yoki almashtiradigan payti ishlatiladigan kino ssenariy ishlash jarayonidagi bir xil badiiy usul bir taraf qilish. Masalan, buningda hayron qoldigingiz nima desangiz, bugun Latin Amerika Qo'shma Shtatlarining ministeri Tayvanga tushdi. Yaponiyaning ham shundoq tangli yetib keldi desa, bu bir montaj şekillik o'rinlashtirishmi deb qolasiz. Shuni saqlab, shu xabarni saqlab o'tirlikdan qo'limga qalam elib vatandosh bugungi qisqa xabarlarni qisqa tayyorlab chiqdim. Sizga faqat bir parcha leksiya so'zlayman bugun. Bu qisqa xabarlar mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlari Sayya ministeri Tayvanni ziyorat qiladi. Prezident Tsai bilan ko'rishdi. Shu kuni Yaponiya parlamentining a'zolari ham Tayvanga yetib keladi. Yangi tangliqlar televiziyasi 8. 8. kuni YouTube. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo mundaq e'lon qildi. Tor betlarni tozalashni kengaytimiz. Biz Jungo partiyasining Hong Kongni, Xinjiangni yana mustamlik Uyg'uriston'ni tizginlash qari niyatini ko'rib yetdik. Yangi tangliqlar televiziyasi 8. ayning 8. kuni YouTube. 41 yildan beri tunji qatam Amerika Sayya ministeri Tayvanga ziyoratga keldi. Tayvan Tashqi ishlar ministerligining xo'sh xabarlari orqa-orqadan yetib keldi. Harbiy populizmi ham qo'shilib yetib keldi. Bu harbiy populizm balki Jungo tarafdan kelayotgan populizm bo'lishi kerak. Halqaliq pat 8. ayning 9. kuni YouTube. Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo partiyasini o'zgartiradigan bo'lsa, bu demak Jungo partiyasining halok bo'lishidan derak beradi. Yangi tangliqlar televiziyasi 8. ayning 7. kuni YouTube. Yaponiyaning sobiq vaziri Xin Shilang vakillar o'migini boshlab
9-cü günü Tayvanga kelip, Liden Huyga matem bildirdi. Mavzulu xabar 8-ci ayının 8-ci günü Xayşa gazeti ilan qılındı. Xabar mındaq başlandı vatandaş. Yaponiyanın sabıq vəziri Şinşilan, Yaponiya partiya guruhladın alqığa vəkillər ümügünə başlap, 9-cü günü Tayvanga yetib kelip, Liden Huyga matem bildirdi. Fəaliyyətinin oңuşluq bolışını kapalet iyi qilish üçün Prezident Tsai Ing-wen işxanasının muavin müdiri Li Junba aeroportga chiqib qarşıladı. Prezident Tsai Ing-wen 9-cü günü tushdan keyin sobiq vazir Şinşilan ve uning hamrohlari bilan ko'rishdi. Şinşilan yetakchiligidagi Yaponiya sobiq vazir Şinşilan yetakchiligidagi Yaponiya parlament vakillari umigi 9-cü günü Yaponiyaga ve Tayvanga yetib kelib, yana shu kuni Yaponiyaga qaytdi. Prezident Tsai Ing-wen ishxonasining ziyorat tartibini o'rinlashtirishiga asoslanganda, tushdan keyin soat 4da Prezident Tsai Ing-wen ishxonasida Liden Huyga ishxonasida Yaponiyanın işxanasida Liden Huyga matem bildirish uchun yetib kelgan Yaponiyaning sobiq vaziri Şinşilan bilan ko'rishdi. Saat 5'da Yaponiya matem bildirish umigi Taybey mehmonxonasida suhbat bayon qildi. Yaponiyanın sobiq vaziri Şinşilan vakilligidagi parlament a'zolari Liden Huyga matem bildirish umigi Tayvanga yetib kelgandan keyin başqa 9-cü günü, yani şu günü Amerika Qo'shma Shtatlar Sayya Mulozimat Ministerligining ministri Alexey Azar ham Tayvanga ziyoratga yetib keldi. Mana bu shu kutib o'ltirib tayyorlagan xabarim, hurmatli vatandosh.